bir operatsiya tizimga shubhali ko'rinish mumkinligini bilarmidingiz? Va hisobingiz ogohlantirishsiz ham tekshirilishi mumkin. Bu AML, ya'ni moliyaviy monitoring. Barcha tranzaksiyalarni kuzatib boradigan va shubhali operatsiyalarni aniqlaydigan tizim. Uning asosiy vazifasi firibgarlik va pul yuvishni oldini olish. Har bir operatsiya real vaqt rejimida avtomatik tahlil qilinadi. Tizim tranzaksiyalarni oldindan belgilangan qoidalar va ssenariylar bilan solishtiradi. Masalan, noodatiy summalar, tez o'tkazmalar va g'ayrioddiy faolliklar. Agar risk aniqlansa, operatsiya belgilab qo'yiladi va qo'shimcha tekshiruvlarga yuboriladi. Bu banklarga moliyaviy va reputatsion risklarni kamaytirishga yordam beradi. Regulyator talablarga rioya qilish imkonini beradi va eng muhimi, mijozlar mablag'larini himoya qiladi. Fido biznesda bunday yechimlar allaqachon muvaffaqiyatli joriy etilgan va banklarga ishonchli moliyaviy nazorat tizimini yo'lga qo'yishga yordam bermoqda. Bugungi kunda AMLsiz birorta zamonaviy bank ishlamaydi. Siz bunday tekshiruvlar yoki hisob bloklanishiga duch kelganmisiz?